Instagramda chet ellik bloger aynan trend bo'lgan ushbu shirinlikni ikkita dona tuxumdan tayyorlab ko'rganini ko'rib, men ham ishonmasdan tayyorlab ko'rishga qaror qildim. Videoga bir dona yurakchani bosib qo'ysanglar, sizlar ham sotuvga chiqarib, yaxshigina daromad qilsanglar bo'ladigan retseptini bo'lishing. Ikkita tuxumni chaqib, shakar bilan venchik qilib olasiz. Sut, o'simlik yog'i va oliy navli turonlardan keragicha solib, kakao razrxitel solib, kamuchkalar ketguncha yaxshilab venchik qilasizlar. Xohlasanglar qolipga, xohlasanglar xuddi men ko'rsatganimdek idishga solib, duxovka pechiga 25 daqiqaga jo'natasiz. 25 daqiqadan keyin pishib chiqishi bilan shpashka yordamida biskvitlarimizdan orasini teshib olib, propitka qilib olamiz. Sutga xohlagan shokolad pasta sotsanglar bo'ladi. Men nut shokolad pastasidan foydalanaman. Agar sutinglar qaynoqqina bo'lsa, shokolad pasta juda ham tezlikda erib ketadi. Ushbu propitka bilan biskvitlar воздушный, yumshoqqina bo'ladi. Muzdekina qaymoqqa nut shokolad pastasidan morojniy kremni bir tekis qilib olib, nut shokolad pastasiga 2 plitka shokoladni eritib olib, ustidan cho'qili xlopya solib. Albatta ushbu shirinlikni o'zgartirishlar kiritilgan holatda mendan shunaqa shirinlikni sizlar qabul qilsanglar bo'ladi. Ikkita tuxumdan bir dunyo shirinlikni qilib, sizlar menimcha aniq boyib ketasizlar. Retsept sizga yoqqan bo'lsa, hozirroq videoni saqlanch qilib, uyda o'tirgan yaqin do'koningizga ham yuborib qo'ying.